bitta yaxshigina yangiligim bor akalar. Mana bu ikkita Qo'chqor bugun bozordan oldim akalar. Champion Raps kiyimlari, Mega Raps kiyimlari bilan akalar bugun videoni oxirigacha kuzatib ko'rsanglar, bir ikkita qiynalgan oila bor akalar. Juda ham o'sha ehsonimiz kichkinaroq bo'lsa ham ehson qilyapman akalar. Endi ko'nglimga Alloh ko'nglimga soldi, men shu narsani qilyapman. Agar ko'nglingga solmasa, shunaqa millioner bo'lsang ham, kerak bo'lsa mana bu o'tga ham bera olmaydigan insonlar jiddiy ham ko'p o'zimizda. Bu shunchaki video uchun emas akalar. Shunchaki nima deydi, insonlarga ibratli bir insonlar o'rnak olsin degan maqsadda akalar qilyapmiz. Videoni oxirigacha kuzatib. Endi bitta duo qiling. Bir xalqimiz biza partishga qilib, qo'llab-quvvatlab, endi mana shu xalqimizning orqasidan bo'lyapti-da mana shu narsalar. Bitta duo qilib bering bo'ldi. Jigit birlar qo'llabdi, sizlarga shuncha Xudoyim taolo qo'llabdi. Shuncha martabalarga Alloh bundan keyin Alloh bundan shunday elga, yurtga, xalqqa xizmat qiladigan mard, jasur yigitlar bo'lib yetishingizlar hammalarga. Amin. Alloh Bundan keyin ishlaringiz borardi. Rahmat. Nimaga qiziqasiz siz? Nima bering? To'xta. Senga ham salg'am bor. Mana bu gilam sizga. Umringiz uzoq bo'lsin. Jonlar zamon bilan. Doim onlaru oldirmanlar. Doim Xudoyim taolo yo'llarini ochib, martabalarini Alloh qilsin. Alloh bizdan omon bo'lsin. Rahmat. Emga aylanay. Dunlar atılması nasılsa hemelenler ısınmanı. Rahmet. Hammalar işlerini. Xohlasangizlar, sotib yengizlar, xohlasangizlar. Yurtlarına Allah kabul kılsın, mertebeleri Allah O'zbekistonimizning bayrog'ini bundan balandda ko'tarsin. Allah rahmat. Umr